Kaç man Ronaldo. Ya. Şahriyar oğlum. Ha dede. Ki palov piştiymiş. Burada balon yiyme. Babacan başı inge. Palov yiyorsun ki oynaydı. Bo'pti aka. Chiqasanmi? Bo'pti palon yeylik Bo'pti. Dada, Shahriyarlar uylarda osh qilyapti ekan, biz ham qilaylik. Bo'pti, osh qilamiz. Zig'irli bo'lsin. Ma'rifat, zig'irli qilib osh qil bitta. Men Robin Hood. Ay. Şahriyar oğlum. Ha dede. Yur adin doma kino beryapti birga ko'ramiz. Adin doma ko'ramiz. Babacan başı inge bor kino ko'rib olsun chiqadi. Dada, Shahriyarlar uylarda adin doma ko'ryapti, biz ham ko'raylik. Bizni televizor buzuqda bolam. Nimamiz tuzuq bizniki? Hamma narsamiz buzuq. Keldi. Soni. Nechta? Şahriyar oğlum. Ha dede. Yur televizyon texnikalar olib keldim birga açamiz. Voy zo'rku. Babacan sen uyga borib buning ishi bor keyin chaqiramiz. Mazza qo'ynaysiz. Bo'pti Eshikni och. Dada, Ha, yana nima qildi Shahriyarda dadasi? texnikalar olib ketdi dada, biz ham olaylik. Ya, shu qoshda. Menga qaragan Xolmat. Sen buncha texnikani qayerdan olding, ha? Ha, o'zingga bosh ana uyga degan do'kon bor-ku. Ana shunda hamma narsa bozor narxida bo'lib qopti. Uni qachongacha olish kerak uni? 1-martdan 10-martgacha ulgurib qol. Bo'pti, men boray, hatta bitta televizor oray, o'g'ilchani og'zini yopay. To'rga to'rni qo'ysak ustoz 8 bo'ladi. 7 bo'ladi. Ha, ta'ul. Qo'shibay yaxshimisan? Shahriyar oğlum. Ha dede. Yur, sana ukacha chaqaloq olib keldik. Yur uyga. Yo, kaç olib keldingizmi? Dada, menga ham ukacha chaqaloq. Bo'pti, ayang bilan maslahatlasak, lekin 9 kutasan. Yo'q, srochna, egizak bo'lsa. Dada maktabga ketyapman, pul bering Abidga. Ya qanaqa pul? Qanaqa pul? Nima qilasan pulni? Bet qilaman. Ana bir burda qotgan non soginda oqqan sogin boraver. Pul so'raysan. Mendan bor qol. Kecha ham non yegandimman. Yeysan, biz ham non yeb katta bo'lganmiz. Bor qol. Voy yo'q malakda. Onang qani? Otajon, yaxshi o'tiribsizmi? Otajon, imkoni bo'lsa, maktabga ozgina pul bera olasizmi? Nimaga o'g'lim? Obedda ovqat yedim. Ha, o'g'lim, sen xavotir olma. Sen maktabingga boraversin, keyin o'ta zo'r narsa solib qo'yganman. Obedda yeysan. Rahmat dadajon. Ya qo'shni xush kelibsiz. Choy yo'q. Vechni shu ahvol sizni uyingizda bor-ku. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Qani bir yoshlarni bir bilimini sinab ko'raylik qo'shin. Nima deysiz? Пожалуйста. O'g'iltoy, o'g'ilcham, erkatoyim. Sizga savol, loy jangi qachon bo'lganda? Loy jangi. Endi yomg'ir yog'adimi, dada? Yomg'ir yoqqanda loy bo'ladi. Loy bo'lganda loy jangi bo'lgan. Mayli, xo'p o'g'lim. Tarix otasi kim? Nodir aka. Nimaga Nodir aka? Nodir aka qanday ota bo'ladi? Tarix o'qituvchisi Nodir aka-ku, dada. Qabul siz bering. O'g'lim, Labbay dadajon. 0 sonini kim yaratgan? Al-Xorazmiy. Tarbiya. Ya sen oson savol beryapsan-da. Qara, 4 ga 4 ni qo'shamiz. Yana qo'shamiz 8 ni. Undan keyin 7 ni ayirsak nechi bo'ladi? 9 amakijon. Tarbiya. Ko'rdingmi? Ho'kiz! Bitta joyda o'qiyapsan, sen nima bilmaysan? Dada siz menga har kuni qotgan non bilan parvarda beraveryapsiz. Qora och bo'lgandan keyin kallaga nima kiradi, dada? Bunikiga qanday kiryapti? Bu nima yeyapti? Amakijon, menga dadam har kuni ertalab chempion sendvichlardan beraveradi. Dada, ma. Ha, o'g'iltoy nima? Bu faqat shu ishni zo'r qiladi, boshqasini qila olmaydi. Ko'ryapman, hech narsa yo'q. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Nima hozirgina yig'ishtiruvdim-ku, nima bardak qilyapsan? Kimsan? O'g'ri biza. Assalomu alaykum. O'g'ri? Ey xudo. Tishdimi? Meni uyimga o'g'ri tishdimi? Men kinolarda ko'rardim, men seni повторяйman. Ana olgan 007larda ko'rardim o'g'rilarni. Meni uyimga
bu qanday baxt. Davay buni yuvish kerak. Men choy qo'yaman, sen borganda mototsiklingni u bilan sopga magazindan. Mototsiklni qayerdan bilasiz buni? Kaska kelgan-ku. Kaskada eshik haydab kelmaydi-ku, mototsiklda keladi. Bor, cho'p. Qanday tushdinglar? Tepadan tomdan tushdi. Tomdan tushdinglarmi? Voy, malades. Udobniy ekan tushdi. Dadang yaxshimi? Rahmat. Ha, malades. Yangang ham topishi oldingiday emas. Qayerda ishlaydilar? Rossiyada qurilishda. Mana olib keldim. Yana keldi, malades. O'g'rimisan, o'g'ri ekansan-da. Sifati Dubay Warfesidan olib kelibdi-da. Shuni yaxshi ko'rasan sen. Har Bu trendga chiqdi sifat pichenlari. Hamma narsasi trendga chiqdi. Zo'r lekin. Bir kepslar. Har doim manikiga o'g'irlikka kelmaysizlar. Bitta esdalik rasmga tushaylik. Operatorga bitta ovar. Yo'q, men tushib. Aytishga o'zimni postimga qo'yaman, jimta. Ha, kulib tush. Rahmat. Yana bir qarindoshlar gruppasiga bitta gapirib beringlar. Men gapiraman, bu gapirsin. Gapir. Siz kim? Murod aka. Assalomu alaykum Murod akani qarindoshlari. Biz Murod akani uyiga o'g'irlikka tushdik. Uylar juda ham zo'r. Qarindoshlar, hammani ham uyga o'rtishmaydi bilasizlar. Endi bizga omad kelib qoldi, tushibdi-da. Kuyib o'ylaring. Ukalarim, har doim eshigim ochiq. Bemalol o'rlikka kelavering. Ochiq ekan, ko'rdik. Ana, boyagi videoni Instagramga story qo'yisham bilaman. Bo'ladi, ha. Profillar nima? Mehrdori o'g'rilar. Igor, O'g'lim, nima olib kelding bola? keliningizga napitka olib kelgandim. Menga ham olmabsan-da. Sizga gazli suv mumkin emas-ku. Bir ovqatni gazda pishiryapmiz, yeyapman-ku bolam. Bo'pti, hozir olib kelaman. Olib kel bolam, olib kel. Men shundan so'ragan edim. Ha, shundan kerak. O'g'lim, Ho, dada, nima olib kelding bolam? keliningiz sochini bo'yashga kraska olib keldim. Menga ham olmabsan-da bolam. Sizga nima kerak kraska, dada? Sochimni oqini bo'yarmidi? Ha, mayli. Hozir olib kelaman, dadajon. Olib kel bolam, olib kel. Mana shundan so'raganmiz. Ha, shundan kerak edi. O'g'lim, Ho, dada, nima olib kelding bolam? keliningizga sifat shirinligidan olib keldim. Menga ham olmabsan-da bolam. Sizga ham oldim sifat vaflisidan. Yo, menga bunisini ber. Keliningizga oladi. Mayli, ber. Yo'q, men. Men sen shuni yuv, dadamga beray. Men, dada. Bunisini ber, menga. Ha, bo'ldimi? O'g'lim, Ho, dada, yana nima olib kelding bolam? navarangizga pampers olgandim. Menga ham olmabsan-da bolam. Bu menga razmer bo'ladimi buni yo'qmi? O'tasan mana shunday futbolchi o'ynab, flik. Mana akayni qara, bankda ishlaydi. O'ziga yarasha obro' e'tibori bor. Mana bu akayni qara, hokimiyatda ishlaydi. Men buni deb mahallada gerdayib yuraman. Sen uchun nima deb yuraman? Ayt, mol. Manda ham biron kun bo'lib qolar, dada. Senda hech narsa bo'lmaydi, xafa bo'lma o'g'lim. Hech narsa bo'lmaydi. Dada, yigitni o'zi bilan o'ynashsangiz ham omadi bilan o'ynashmang hech qachon. Senga omad ham kelmaydi, ishon. Qarab turing hali. Dadamga qo'pollashmasa. Bo'ldi qil. Chapdan kiryapman, chapdan. Ha, bironki bir kirib ketasan, ko'rasan qayerdan kirishingni. Yaxshi kanaldan qolmadi. Dadajon, men sizga yigitni omadi bilan o'ynashmang deganmidim? Degandim. Mana men Jesko ichimliklarni ichib, omad shov o'yini ishtirokchisiga aylandim. Ishtirokchiga aylanganim uchun menda hozir bitta Damas naq turibdi. Ana endi eng qizig'i, mana bu barabanni bitta aylantirsam 36 ta Damas yutishi mumkin. Preking dada, 36 ta. Agar men yutolmasam, mendan keyingi ishtirokchi 46 ta Damas yutishi mumkin. Agar 46 ta Damas yutilsa, keyingi o'yindan yana 10 tadan Damas o'ynaladi. Tasavvur qilyapsizmi? Endi menga omad. Omad kelibdi-da bolamga. Bor yiqol, sariq. Sen meni bolam emassan, shu rangi ham menga o'xshamaydi-da. Bor yiqol, sendan hech rushnolik ko'rmadim. Tur yiqol. Sen ham tur. Noming ulug' surpang quruq bankda ishlaysan-da, mendan kreditka deb qarz olasan, bor yiqol. Dada, bor yiqol, sendan rushnolik ko'rmadim bolam. Yiqol. Zokirjon bolam. Juda omadli bo'lasan. Sen tug'ilganingdan omading bor edi bolajonim. Yo, men senga qattiq gapirganim, senga motivatsiya bo'lsin dedim bolajonim. Kel, ovqat qilib qo'yaman. Tezroq kel, damaslarni hammasini olib kel bolajonim. Nima ko'zing g'ullayapti? Prosta hisob kitob qilyapmiz-da, necha kunda tugatamiz deb. Necha kunda yeymiz demayapsanmi, ish qilib o'g'irlik qilmaysanmi?
Aka, bu nima deganingiz? Men unaqa o'g'ri emasman. Siz prorabni chotkisiga tushdingiz. Ishingizni ham chotka qilib topshiramiz. Prorabni chotkisiga ishondim lekin qara ko'zingga qarab ishla, xo'p? To'xta Rashid. Sen ustani yolg'on so'zlariga ishonib ketaverasanmi? Sen kimsan? Men ishonchman. Ha, ishonch. Qandaysan? Tinchlikmi? Nima gap? Tinchlik emas, Rashid. Sen hozir mana shu prorabga ishonib pul beryapsan. Balki u o'g'ridir. Qayerdan bilasan? Ustoz kabelni chetdan tortib kelib, cho'tki bo'ldi. Malades. Tung. Aka, nima qilyapsiz bu yoqda? Siz ketgandingiz-ku. Men ketmayman. Chunki senlarga ishonmayman. Men mana shu yerda o'tirib, senlarni kuzatib o'tiraman. Senlar ish qilaver. Aka, siz bemalol ishingizni qilavering, biz o'zimiz ishlaymiz. Ertaga aytma menga. Men ko'p ustalarni eshitganman ukajonim. Davay ish qil. Ha, nima turibsan? Ish qil. Qo'ling ishga bormayaptimi? Davay ish qil, men kuzatib turaman. Bugun ro'zg'orga normalniy pul chiqadi. Yana jinoyatchi o'shaldi. Kim bilan gaplashyapsiz? Xotinim bilan. Xotiningiz nimani puli chiqyapti? Mahalladan bolalarim pul chiqyapti, ha? Yo'q, qani biz gaplashib ko'raylikchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xotining. Ko'zingga qarab, prorab. Ko'zim senda bo'ladi, tushundingmi, polvon? Ishtiqa. Ha, prorab. Ko'nglim sezgandi. O'g'risan. Meni pulimni o'g'irlab shu Damas sotib oldingmi? Og'zingga qarab gapiring. Jonimga tegib ketding-ku. Men sen bergan pulni bir so'mga xiyonat qilgandim. O'sha pulingga uyingdagi elektrik barcha jihozlarni CNC do'konidan oldim. Tushundingmi? Ular har bitta xaridim uchun menga bal berishdi. Balim 5000 balga yetgandan keyin Damas yetib oldim. Undan tashqari 5000 balga yetmagan baling uchun ham sovg'alar berishadi. Nima sovg'a berdi? Kir mashina, xolodilnik barcha bitoy texnikalar. Har bitta mahsulotiga 10 yil garantiya beradi. Tushunyapsanmi? Og'zingga qarab gapir. To'xtada. Sensi do'konda meni pulimga mahsulot sotib olib, meni pulimga bal yig'ib oldingmi? Nima demoqchisan? Damas meniki bo'ladi-da shunda. Hey, mana shu Damasni bersam qutulamasamsan? Ha, конечно. Mana shu kalit. Men buni ham ol, o'zing prorablik qilib, o'zing ustachilik qil. Qayta prorablik qil. Prorab. Xafa bo'lma menda. O'chir, o'ldirib qo'yaman. Xafa bo'lma, men haqiqatni aytdim, prorab. Aka, maylarga qilish kerak ekan, ha? Bo'ldi, bizga ishonavering, cho'tka qilib beramiz. Ko'ramiz, polvon. Cho'tka qilaman deganlarni ko'rdik. To'xta, Rashid. Sen mana shu ustachalarga ishonyapsan. Qara, seni aldab kiydirib ketishi mumkin, Rashidjon. Bor-yu qol ishonch. Bor-yu qol ishonch. Meni boshqa ishim yo'qmi? Bularga qarab turishdan boshqa ishim yo'qmi? Qo'y sizlar ishlasin.